Avtomashina zo'rg'a bardosh beradigan, qishda loy, yozda chang bo'ladigan ko'chalar Payariq tumani markazidan 16 kilometr uzoqlikdagi Oqtosh 2 mahallasida joylashgan. Murojaatchilarning aytishicha, bu uy-joylar uchun yerlar 2014-yilda ajratib berilgan ekan. Yo'l bor shu yerda. Texnika, og'ir texnikalar bilan yuk olib kelganmiz imorat qurishimiz uchun. Lekin mana bu men sotib olganman deb, birov kadastr qilganman dedi. Yo'limiz yo'q. Buyog'i 3 kilometrda maktabga aylanib kelishimiz kerak. Tasvirlarda siz ko'rib turgan mana bu o'quvchilar loy ko'chalardan yurib 2,5 kilometr masofani kesib o'tmaslik uchun birovning hovlisidan o'tishmoqda. Loy ko'chada bolalar mana bo'y tizza bo'yi loyga botib borib keladi. Kirishga mashinaga yo'l yo'q, chiqishga yo'l yo'q. Mana bo'y botib qoladi, mashina Xudoyiga kelib qoladi. Ta'mir talab bo'lib qoladi. Bu nima degan gap? Gaz ballonni mana shu inimizga qo'yib ko'tarib kelamiz. Aholining aytishicha, ularning ko'chasiga hatto suyultirilgan gaz ballonlari ortilgan yuk mashinalari ham kirmas emish. 40 kilo gaz ballon bo'ladi deyapsiz. Gaz ballonniki 20 kilo, gaziga 20, 40 kilo. Ma ayollar ko'p biz ishga ketsak, bular qaysi biri ko'taradilar 40 kilo gaz ballon? Ayting, erkak biza ko'tarishga qiynalamiz. Yangi yilda reklama berib ketgan, birak ekan, xo'jayinim ancha vaqtdan beri banisada. Ishlatyapman. Pulga sotib olib kelib, kichkina bolancha ishlatyapman. Birlari chiqarib oldik o'sha mashinani. Yiqildimi, chapa bo'ldimi? Ag'darilib ketdi, bolanda bar otilib ketdi mashina ustidan. Guvohi bo'lganingizdek, aholi yo'lning yaroqsizligi, katta yo'lga chiqish uchun yo'l kerakligini aytib, murojaat qilmagan mas'ul qolmaganligini aytishmoqda. Umuman yo'limizning nimasi yo'q bu yerdan. Qaytib chiqish xod yo'q. Chiqish. Toza xalq qiynalyapti bu yerdan. Skori kira olmaydi, kirmaydi skori. Yuk mashina kira olmaydi. Hujjatlarimiz hammasi bor, yo'limiz berk. Tasvirga olish jarayonlarida bir murojaatchining qon bosimi ko'tarilib, tez yordam chaqirishdi. Mana tez yordam 3 ta uydan ko'tarib olib chiqqan. 5 marta chaqirtirildi. Meni o'zimga. Shaxsan mazam tezsiz bo'lmaydi. Ilojimiz yo'q, birovni hovlisidan ko'tarib olib chiqqan. Uni iti bor, boshqasi bor. Necha kilometrdan kelyapsiz? Hozir 27 kilometr kelyapman men, Narmandan, sentrdan. Narmandan shu. Yo'llar bilmay adashib bu yoqqa o'tib, nesa kelyapmiz, yo'llar to'g'ri rosa ekan, lekin mana bitta yo'l bo'lsa mana chiqsa bo'lar ekan o'zi. Hozir yomg'ir yog'sa shu ko'chadan kira olasiz? Yo'q, bu yerdan kirib, bu yerda mashina yurmaydi ekan. Murojaatchilar yoniga chaqirilgan mas'ullar bu uylarda hujjat yo'q deya aytishdi, ammo aholi bizga taqdim etgan kadastr hujjatlari, soliq to'laganligi haqida kvitansiyalar ularni gapini inkor qildi. Shu bilan masalan men ukam plastikida bor edi, davlat ishida ishlaydi, o'shanga ona qildim men. Plastikdan dedim, qolib o'tkazib ber dedim. Bo'ptidan o'tkazib ol. 2024-yil to'langan, hammasi to'langan. Mana shu Oqtosh qishlog'imiz Dalobod ko'chasida 64 ta xonadon yashaydi. 64 ta xonadonda 370 nafar fuqaro shu yerda yashaydi shu qishloqda. Nechta bola maktabga boraman shu yo'ldan? Xabaringiz bormi? Endi bolalar ko'proq bular yosh oila, azizcha bir 30-40 ta bola maktab boradi. Shunday ko'chadan qatnaydi? Shu ko'chadan qatnaydi. Yo'l masalasida murojaat qilishganmi? O'rganib chiqqansizlarmi shuni? Masalasida bizga murojaat qildi, haqiqatan mahallaga. Biz buni o'rganib chiqdik. Kadastr palatasi, kadastr agentligi bilan. Haqiqatan mana shu yerda 3 ta ko'cha bor. Mana shu Dalobog' ko'chasida. Bitta ko'chada to'liq kadastr hujjatlari mavjud. Mana shu yo'lda ko'chadan kadastr bormi? Mana shu ko'chadani bu tomonda kadastr bor, bu tomonda yarmida kadastr yo'q. Fermer xo'jaligi 2020-yil Obodjon naslli chorvasiga berilgan chorvachilik yo'nalishi bo'yicha lalimi yerlar ijara shartnoma qilib davlat ro'yxatidan o'tkazilgan hammasi. Hozirgi kunda bu yerda bog'dorchilik deb fuqarolarga bergan bog'dorchilik deb fuqarolar tomonidan bu joyga uy-joy qurilgan. Aslida qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yerlardan uy-joy qurish mumkin emas. Fuqarolarning so'rovi, endi so'rayotgan narsasi yo'l ochib berish deyapti. Bu yo'l ochib berish qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yerda toifasi o'zgarmasa yo'l ochib berish imkoni yo'q. Ayrim fuqarolarda kadastr hujjati bor, Vazirlar Mahkamasining 2018-yilda 461-sonli qaroriga asosan murojaat qilgan, o'shanga asosan qaror chiqqan. O'sha qarordan aksariyatlarini endi tuman hokimi tomonidan u qarorlar bekor bo'lgan. Hozir u bo'yicha fuqarolar hammasini qaysini kadastr hujjati bo'yicha ko'tarib ko'ramizda, hammasini o'rganib, tegishli tartibda bu to'g'risida ma'lumot beramiz. Uchastka sotilmaydi. Endi uydagi boya fuqarolar bilan gaplashganda hammasi sotib olganman, shunday qilganman degan vajlarni keltiryapti. Endi uni tegishli tartibda o'zini nazorat qiluvchi organlar ko'rib chiqadi. Yo'l meniki deb da'vo qilayotgan ayolning aytishicha, u yerni fermerdan naqd pulga sotib olgan ekan. Ha, yer meniki.
hamma yil qatar kim 100 so'm olmasa men ham shuni sotib olaman. Jalolchin akadan olgansizlar. Ha. Pul berib olgansizlarmi? Ha, Qancha, pul necha berib. sotiga necha pul bergansiz? Bilmayman, unga ancha yil bo'ldi. Hamma qaytib olganmasa shu yetib olganmiz biz. Pulga sotib olgansizmi, to'g'rimi? Ha, O'sha vaqt shu yo'l bormidi, yo'qmidi ilgari? yo'q edi. Ana shu yerga borib qo'da olib shu yerdan bu yoqqa bizlarga mana shu yer deb bergan. Jalolchin aka o'lchab bergan, yo zimnamerli o'lchab bergan. Komil aka o'lchab bergan hammaga. Asal degan bilan og'iz chuchimaydi deyishadi. Umid qilamizki, tumandagi mas'ullar issiqxonalardan chiqib, yo'l yo'qligidan qiynalayotgan aholi dardiga joyiga borib yechim topishar. Bu mavzuga yana qaytamiz. O'z Murojaat TV. Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.